Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va tomoshabinlar, ma'lum ishqibozlari. Bugun sizlarga kunning 2-dekabr 2025-yil seshanba kuni Rishton tumanida Xo'jalik qishlog'idagi videoroligimizni kontentimizni boshlaymiz va bunda biz sovliq qo'yni, eng yosh sovliq qo'ylarni chiqaryapman hozir sotuvga. Eng yosh sovliq qo'y bu 5 ta, qolganlari sotilmaydi. Qo'shmash qo'chqa, qora qo'chqa, edilbaylar avgustdan beri yuribdi. Shu 5 ta sariq yosh qo'zlar bu Tarasda, Qirg'iziston Taraz oblastida tushgan, mana shu ko'rinib turganlar. Shularni biz sotamiz qiziqqanlarga. Endi bular bo'g'ozlagan, qisirlagan noma'lum qo'chqari ichida yurgan, shu olgandan beri shunga qiziqqanlar bo'lsa, mana shu telefon raqamlarini mana qo'yib qo'yganmiz. Telefon raqamlarida chiqib, yana Telegram raqamlaridan qo'yib qo'yamiz. Shu nimalarga aloqaga chiqib olishlari mumkin. Mana 3 ta qashqa, yana 3 ta qizil sovliqimiz bor. Mana bu bitta qizilda turibdi. Shularda sotaman. Uchalasi qashqa, uchalasi qizil, men 4 ta, yana bittasi yurib chetda. Shular qizillar bor. Shular sotamiz. Mana temirda ustida, armaturan ustida turibdi, chekkada, asfalt tarafda. Shularda qiziq mana keldi. Mana shularda qiziqqanlar bo'lsa, xo'raliklariga juda xo'ra. Chunki ular vohla olingan. Shunga endi hozir nima bo'lib sotmoqchi bo'lib turibmiz qiziqqanlarga. Shu 5 ta sovliqdi. 5alasi ham shu Qirg'izistonda tushgan. Bu qo'chqarlar ham Qirg'izistondan tushgan. O'tgan tushgan bu Qirg'iziston. Bular ham endi qochmoq qashqa kichkinasi qochganga o'xshayadi. Bilmayman endi bu qochgan bo'lsa kimnidir olmadi. Menga aloqaga chiqib telefonlashib kelib ko'rmoqchi bo'lganlarga bo'lsa, kelib ko'rib savdo qilishlari ham mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini endi 3.800 dan 3.700 dan deyapti, 4 million bas. Yo'lida sunnatida kelishtirib beramiz narxini. 3.800 deylik. Yo'lida kelishtirib beramiz olmoqchi bo'lganlarga. Lekin zot qilaman deganlarga yaxshi sovliq. Endi buni biz yemlab o'rgani nima emas. Planlar o'zgarib sotmoqchi bo'lib qoldik. Shunga nimaga chiqaryapmiz? Qiziqqanlar uchun. Yosh qo'zilar, o'ta yosh, tish bosmagan, 2 tish, 5 tish ham bas bular. Bu qo'chqarlar 2 tish, mana shu qo'chqarlar. Qo'chqarlarim 2 tish. Bu qo'zlar yosh, bu yilga shu 9 oylik, shunaqa bo'lsa kerak dedi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib, telefonlashib, ko'rmoqchi, kelib ko'rib, ustida qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa ham kelib ko'rib, dogovor qilib, ustida ham nima qilishimiz mumkin. Sunnatiga o'taveramiz.